Yaxshi uryapti, yaxshi qo'rqdi bo'pti. Lecheniyadan keyin yuragini eshitamiz. Yurakchasi yaxshi uryapti. 1 minutda yurak urishlari soni 150 bitta ekan, normal ekan bu. Razmerini o'lchaymiz. Tak, 7,6 metr bo'yicha 8 hafta bo'lyapti. Razmeri bo'yicha bir kun oldinlab ketgan bolangiz. Yaxshi o'syapti degani tushundingizmi? Yaxshi. Plodniy yitsoni o'lchaymiz. Mana bu qora dumaloq plodniy yitso degani. Tushundingizmi? Plodniy yitso ham kattagina, takoy laksheri uyda yotibdilar mana. Katta, chiroyli. Mana bu qora ko'ryapsizmi? Bu gematoma, qo'chgan joyi, shu yerdan qon ketyapti. Qayd qilganingizda напряжение bo'ladi, qorningizda. 17 ga 505. Shunga yozib bergan konfirmatsiyalarimni chirizin bo'lsa ham olib turaversangiz, plyusda bo'lasiz. Tushundingizmi? Hatto tonus bo'lib qoladi, tonus.